Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar? Dünya Uyg'ur Qurultayı tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurashid. Bugun çarşamba. Hörmətli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinglar kunlik xabarlar programmamızning təfsilatida bo'lsin. Kosta-Rikaning poytaxti San Joseda 5-iyun kuni boshlangan va bir hafta davom qilgan dunyodagi eng nopuzli xalqaro munbarlarning biri hisoblangan Digital Dunyo inson huquqlari nomli xalqaro muhokama yig'iniga alayda taklif bilan qatnashayotgan Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Aysa, Qurultay ijroiya komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, Qurultayning bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumrat Erkinlardan tarkib topgan Qurultay hay'ati 6-iyun kuni yig'in markazining Allahu zalida maxsus Uyg'ur irqi qirg'inchilik masalasi haqida muhokama va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Xalqaro qonun sistemasi bizni umidsizlantiryapti. Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati qandoq degan temada o'tkazilgan mazkur muhokama yig'ini dunyoning har qaysi ellaridan kelgan yig'in qatnashchilarining alohida diqqatini qo'zg'adi. Dunyodagi ko'plagan davlatlarning bevosita hamkorligi va qo'llashida o'tkazilgan Digital Dunyoda insoniy huquqlari nomli xalqaro muhokama yig'iniga davlat rahbarlari, to'nilgan siyosiy arboblar, oldingi qatordagi savdo sanoatchilar, tadqiqotchi olimlar, mashhur san'atkorlar, kishilik huquq tashkilotlarining vakillari, jurnalistlar va saxovatchilardan bo'lib 10 mingdan ortiq kishi qatnashgan yig'in markazida Dunyo Uyg'ur Qurultayi uchun maxsus bir munbar qurib berilgan. Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati mazkur munbar orqali dunyoning har qaysi ellaridan kelgan arboblarga Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va Xitoyning digital texnikadan foydalanib Uyg'urlarga yurgizib kelgan g'ayriinsoniy ta'qib va nazorat sistemasi haqida tafsiliy ma'lumot berish fursatiga erishgan edi. Dolqin Aysa apandim 6-iyun o'tkazilgan muhokama yig'inida qilgan so'zida Xitoy ta'kidlab kelgan Xinjiang azaldan Jungoning ayrilmas bir partiyasi degan sapsatisiga raddiya qaytarib, Uyg'urlarning tarixdan buyon mustaqil davlatlarni qurib yashab kelgan shonliq tarix va madaniyatga ega bir millat ekanligini, Uyg'urlar bilan Xitoylar orasida fiziologiya, urf-odat, madaniyat va diniy e'tiqod jihatlarida hech qanday bir o'xshashlikning yo'qligini, Kommunist Xitoy hokimiyati Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan 1949-yildan buyon Uyg'urlarning vaziyatining kundan-kunga nacharlashmanganligini, bo'libmi Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqqandan buyon Uyg'urlarning eng ichinish tragediyalarga duchor bo'lganligini, Xitoyning Uyg'ur xalqiga yurgizib kelgan zulmining bugun taraq qilib irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatga aylanganligini ta'kidlab o'tgandan keyin 2017-yili Sharq Turkistonda jazo lagerlari ta'sis qilingandan buyon millionlagan Uyg'ur va boshqa yerli xalqlarning turmalarga, jazo lagerlariga va majburiy emgak maydonlariga band qilinganligini, faylasuflar, tarixchilar, yozuvchi adiblar, diniy o'limalar va akademisyenlarni o'z ichiga olgan Uyg'ur sarxillarining mutlaq ko'p qismining turmalarga va jazo lagerlariga qamilib, og'ir qiyin qistoqlarga duchor bo'layotganligini, Uyg'ur tili yozig'ining cheklanib, Uyg'ur milliy ma'rifining butunlay xitoylashtirilganligini, jamialarning, mozorliqlarning chiqib tuzlanib, diniy asarlarning ko'ydirilganligini, Uyg'urlarning majburiy tug'mas qildirilib, Uyg'ur o'smirlarining ota-onasidan majbur ayirib etilganligini, Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy hokimiyatining tub maqsadining Uyg'ur xalqining milliy kimligini tamoman yo'qotish ekanligini bayon qildi va Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarining hozir qadar 10 davlat tarafidan rasmiy qabul qilinganligini eslatib o'tdi. Dolqin Aysa apandim so'z degan irqiy qirg'inchilik duchor bo'layotgan Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatining 2-dunyo urushi mazgilidagi Yahudilar duchor bo'lgan ichinish tragediya bilan o'xshab ketadiganligini, 2-dunyo urushi oxirlashgan 78 yil burun endi asla takrorlanmaydi deyilgan natsist lagerlarining va irqiy qirg'inchilikning Sharq Turkistonda qayta takrorlanishining insoniyat dunyosi uchun ig'ir bir or-nomus ekanligini, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilishning xalqaro jamoatchilikning insoniy burchi ekanligini ta'kidlab o'tish bilan birga, har qaysi davlat hukumatlarining o'zlarining xalqaro majburiyatlarini ado qilib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan vahshiyliklarga qarshi maydonni ochiqcha bildirishini va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun tirishchanlik ko'rsatishini umid qilganligini ifoda qildi. Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'atining Kosta-Rikaning poytaxti San Joseda chaqirilgan Digital Dunyoda inson huquqlari nomli xalqaro muhokama yig'inidagi faoliyatlari 8-iyun kuniga qadar davom qiladi. Dunyo Uyg'ur Qurultayi ijroiya komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandimning 5-iyun kuni Argentinaning eng nopuzli gazetlarining biri bo'lgan La Nación, ya'ni Millat gazetida ispan tilida e'lon qilgan Latin Amerika davlatlari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilishda o'zining rolini joriy qildirish kerak degan mavzudagi zo'r hajmli obzori faqat Argentinada emas, Latin Amerikadagi ispancha so'zlashadigan boshqa davlatlardami alohida ta'sir qo'zg'adi. Ömer Qanat apandim obzorida oldi bilan mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan
yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlar haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga o'tgan yil 17 avgust kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi nomida Sharq Turkiston xalqiga qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizayotgan Xitoy hokimiyati va bu xil qirg'inchilik bevosita qo'mondonlik qilayotgan Shi Jinping boshchiligidagi Xitoy amaldorlari ustidan Argentina federal sudchilar hay'atiga arz sunganligini eslatib o'tdi. Ömer Qanat apandim obzorida BDT'ning 2022 yılı 8 ayda e'lon qilgan dokladida Xitoyning Sharq Turkistonda insoniyat qarshi jinoyat ishlash mumkinchiligining borligining ko'p taraflamalik dalil isbotlar bilan tafsiliy o'rin olganligini 2022 yılı 11 ayda BDT irqiy ayrimchilik qarshi turish komiteti xalqaro jamoatchilikning Uyg'urlarga yurgizilayotgan vahshiylikni to'sib qilish uchun harakatga chaqirib qaror e'lon qilganligini BDT'ning 40 dan ortiq dokladchi xodimining 2020 yildan buyon orqa-orqadan 3 qatim o'rtaq bayonot e'lon qilib, BDT'ni Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlar haqida tekshirish ilib berishga chaqirganligini 2021 yılı 12 ayda Uyg'ur sud kollegiyasi Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga qaratayotgan qilmishlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat ekanligi haqida xalqaro qonun tartiblar bo'yicha rasmiy hukm chiqarganligini, Amerika Davlat Majlisida Uyg'ur kishilik huquq qonuni bilan Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonuni ma'qullanib rasmiy ijro qo'yilganligini, BDT'da 50 dan ortiq davlatning birlashma bayonot e'lon qilib, BDT kishilik huquq kengashi yig'ini Uyg'urlar masalasini maxsus muzokara qo'yishni talab qilganligini eslatib o'tdi. Va Latin Amerika davlatlarining o'zining xalqaro majburiyatlarini ado qilib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan vahshiyliklarga qarshi o'zining maydonini ochiqcha bildirishini va Uyg'ur irqiy qirg'inchilikka qarshi shakllangan xalqaro birlik sepdan o'rin olishini umid qilganligini ifoda qildi. Latin Amerika davlatlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasida sukut turilishidan qattiq afsuslanganligini ifoda qilgan Ömer Qanat apandim obzorda yana Latin Amerika davlatlarining Xitoy bilan bo'lgan ko'p taraflamlik murakkab munosabatlarini to'g'ri tushunganligini, ammo bu davlatlarning o'zlarining demokratik asos qonunlarining ro'yiga amal qilish kerakligini, o'zlarining mustamlikachilik va mustabidlik tarixidan saboq olib, mustamlik ichida jon talashayotgan Uyg'ur xalqini o'zlariga do'st tutishini orzu qilganligini bildirdi. Braziliya, Argentina, Chili va Kosta-Rika matbuotlarida Dolqin Iso boshchiligidagi qurultay hay'atining bu qatim Latin Amerika davlatlariga qilgan ziyorati haqida ko'plagan xabar, maqolalar e'lon qilindi. 34 kişiden tərkib tapqan Ərəb Birliyi vəkilləri ömügінің 5 ayının 30 gündən 6 ayının 2 günügəcə Qashqarda elib barğan jarayonda Qashqarda elib barğan ziyarəti jarayonida Xitoyning Sharq Turkiston siyosatiga medialar o'qishi, chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarining va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining kuchli noroziligini qo'zg'adi. 16 davlatdan tarkib topgan Arab Birligi vakillari o'miga Heydka jamoasini ziyorat qilganda 500 yillik tarix ega Heydka jamoasi imom xatiblari ziyorat ehligi bu jamoatning 5 vaqt namozini joyida o'qiydiganligini, hukumatning yordam bilan masjid sharoitining yaxshilanganligini aytgan. Vakillar o'miga yana Qashqar Koni shahrini ziyorat qilgan. Şinjan gazeti to'rida e'lon qilingan bu xabarga asoslanganda Misr va Falastindan kelgan vakillar o'zgartib yasalgan Qashqar qadimiy shahrining qurilishidan zo'qlanganligini, har millatning xushal-xuram yashayotganligini, dindorlar bilan dinsizlarning bir yerda birga o'tayotganligini, buningdan Şinjanning haqiqiy ahvolini ko'rganligini tilga olib maqtashgan. Xitoy tashviqotlari Şinjanning haqiqiy ahvoli bu deyish orqali g'arb taratqullarining Sharq Turkiston haqida berib kelayotgan xabarlarni yolg'on chiqarmoqchi bo'lgan. Sharq Turkistonning haqiqiy ahvoli ajoba bumu? Qashqarga borgan bu arab ellari vakillari Qashqarda chiqib tashlangan masjid mazorliqlarini, o'tgan yili dal mush kunlarda Şinjan soqchi hujjatlarida oshkorlangan Qashqar Koni shahar noyisdilla turm lagerlariga solangan minglagan insonlarni bilmamdi. Amerikaning Aqllar markazidan Kato institutining oliy tadqiqotchisi Mustafa Aqyo'l bu munosabat bilan Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bilimining ziyoratini qabul qilganda mundaq deb ko'rsatdi. Menchi Xitoy bu yerda o'ziga o'xshash mustabid davlatlarga xos ustulik bilan o'yin o'ynayotdi. Xitoy bir yoqdan Uyg'urlar, hatto tunganlarning diniy va madaniyatini yo'qotish qurinsa, bir yoqdan buni yushirish uchun shohidlarni qo'rqitish va yolg'on tashviqot ilib berish bilan shug'ullanmoqda. Xitoy bir yoqdan irqiy qirg'inchilik munosabat uchurlarini qattiq kontrol qilsa, bir yoqdan musulmonlar dunyosiga butunlay boshqa yuzini ko'rsatdi. Ularning bu vakillar o'migini ziyoratga o'rinlashtirishimi tamoman Xitoy to'g'riliq ko'zbo'yamchilik qilishdir. Amerika Islom munosabatlar kengashining hukumat ishlariga mas'ul direktori Robert Makkau, Arab davlatlari vakillari o'migining Sharq Turkistonga ziyoratga kelishi amaliyotda bu rayondagi irqiy qirg'inchilikni qo'llaganlik ekanligini bildirib mundaq dedi. Xitoy hukumati Turkiya xalq musulmonlari va boshqa millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan ahvolda islom davlatlari amaldorlarining Xitoyga berib u jinoyatni yushirishga xizmat qilishi kishini umidsizlantirdi. Musulmon davlatlari aslida o'z qarindoshlari va dindoshlari uchun o'rindan dasturishi, buni iqtisodiy manfaatdan ustun qo'yishi, Xitoyning musulmon millatlarga qilayotgan zulmiga qarshi gap qilish kerak edi. Biz musulmon davlatlarini chet ellardagi musulmon qarindoshlar uchun yaxshiroq bir ish qilishga chaqirib kelyapmiz.
Xitoy bir yoqdan Arab islom ellarining Amerika va G'arb ellariga bo'lgan o'chmanligidan foydalanib ularni yeniga tortsa, bir yoqdan Xitoyda deniz ziyonkashligining yo'qligini, musulmonlarning baxtli yashayotganligini tashviq qilib kelgan hamda Arab islom davlatlari o'maklarini Xitoyga davomli taklif qilib, G'arb ellariga taqagan eshikni ularga keng ochib etgan. Bu yil 1-oyning 5-ida Saudiya Arabiston, Misr, Bahrayn, Arab Birleşme Xalifaligi qatorliq 14 davlatdan kelgan 30 o'lmadan tashkillangan vakillar o'miga Sharq Turkistonni ziyorat qilgan bo'lib, bularni dunyo musulmonlari kengashi uyushtirgan edi. Mazkur kengashning raisi Ali Rashid Al-Nuaymi Xitoyning atalmış terrorlikqa zarba berish harakatini maqtagan edi. Mustafa Aqyo'l apandining bildirishicha, Xitoyning doim demokratik davlatlardan emas, balki arab ellaridan vakillar o'miga taklif qilishi Xitoyning ehtiyojiga mos keladigan tashviqot uchun ekan. Bu haqda u mundaq dedi: "Agar Amerika yoki Yevropada musulmonlarga qarshi bir ish yuz bergan bo'lsa, uni aynan yozg'ili, Twitterga chiqarg'ili bo'ldi. Kishilar Twitterda bu haqda munozirlashadi. Televiziya va tor kanallari buni erkin xabar qiladi. Hamma narsa ochiq-oshkora. Ammo Xitoydek mustabid davlatda siz xabarni qamal qilasiz, ondan dunyoga uni boshqacha ko'rsatasiz, haqiqiy ahvolni yushirsiz, ko'zbo'yamchilik qilasiz. Xitoy dal mushundoq qilyotidi. Afsuslanarli shuki, nurg'un musulmon davlatlari, ularning rahbarlari va siyosiy vakillari bu soxta uchurdamiga tushdi." Xitoy matbuotlarida aytilishicha, Sudanning Xitoyda turishliq elchisi ziyorat jarayonida Xitoy hukumati har millatning an'anaviy madaniyati va g'ayrimadaniyat meroslarini qo'g'dashga zo'r kuch sarf qilibdi deb maqtab ketgan. Amaliyot ular chet el muxbirlari va mutaxassislarining Xitoydagi madaniyat qirg'inchiligi haqidagi maqolalarini ko'rmagan. Xitoy hukumatining Uyg'ur madaniyatini yo'qotayotganligini, uning o'rniga Xitoy madaniyatini dasitayotganligini, ba'zilarini muzeyxonaga tiqib etganligini, ba'zilarini sayohat nuqtalarida pul topadigan ko'rgazma buyumlar qilib etganligini bilmagan yoki bilishni xohlamagan. Arab vakillarining ko'rgani hargiz diniy e'tiqodi sababidan yillab kesilgan, turma lagerlarda yetayotgan yoki zavodlarda quldek ishlayotganlar emas, balki shu kunni do'pi kiygan, usul o'ynagan yoki qo'l hunarvalik qilayotgan Uyg'urlar bo'lgan. Xitoy hukumati faqat burunning uchini ko'ribla, yeb-ichib o'ynab, o'yin tomosha qilib ketadiganlarni taklif qilib, ot ustida gul saylis qildirib, ondan yo'lga solgan. Xitoy matbuotlari ularning so'zlaridan o'zini elib, atalmış haqiqiy Şinjan təşviqat elib bargan. Robert Makau'nun aytishicha, bu dunyolik manfaatni va rahat farog'atni ko'zlab Xitoyga yonbosayotgan musulmon davlatlari o'zining diniy qimmat qarshidan voz kechmasligi kerak. Bo'lmasa tarixning la'nat tamg'isi besildi. U bu vaqtdagi andisini bildirib mundaq dedi: "Har bir davlat o'z manfaatini qo'g'dash qoldiraydi. Hozir musulmon davlatlari Xitoyga chapan yepayotdi va bu bizning manfaatimizga uyg'un deb o'ylayotdi. Amerika va Yevropa davlatlari Xitoyni Turkiya xalq musulmonlariga irqiy qirg'inchilik yurgizayotdi deb jakarlagan bo'lsa-mu, musulmon davlatlari yanada Xitoyni himoya qilyotdi. Ularni bu qilmishni qayta dangsashga va uning tarixi qanday yozilganligini o'ylashga da'vat qilamiz." Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning oldimiz haftalarda Xitoyni ziyorat qilishni planlayotganligi bildirildi. Amerika ismli xabarlari tori CNNning xabar qilishicha, ikki Amerika hukumat amaldori va bu ishdan xabardor manbalardan biri Blinken oldimiz haftalarning birida Xitoyda ziyorati bo'lishni planlayotganligini uchur bergan. Mazkur xabar manbalarida Blinkenning Beijingni ziyorat qilish uchun planlash xizmati ishlanayotganligi bildirilgan. Blinkenning Xitoyni ziyorat qilishi asli bu yil 2-oyga o'rnashtirilgan bo'lsa-mu, lekin Xitoyning jasuslik sharining Amerika havo bo'shlig'iga kirish voqeasi bu ziyoratning kechiktirilishiga sabab bo'lgan edi. Amerika amaldorlari Amerika Xitoy raqobatining to'qinishga aylanib ketishining oldini olish uchun doimlik bir aloqa qanuni bo'lish lozimligini ta'kidlab kelgan. Blinkenning ziyoratining qachon va qanday masalalarga chetildiganligi aniq bo'lmasa-mu, lekin Uyg'ur tashkilotlari va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari uning ziyoratda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun kuchli pozitsiyada bo'lishini talab qilib keldi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.